Shu qizni ingliz tili darajasi qanaqa deb o'ylaysiz? 7,5. Taniysizmi? Yo'q, taniyman. Sizmisiz? Internet bo'layman. Men IELTS Necha? 6. 6,5. 6,5. Почти topdingiz. 6 edi. Sizga nima? 7,5. Может, IELTS bordir. Beginner menimcha. Beginner? Aha. Beginner deb o'ylaysizmi? Balkim. Hop, bularda 7,5 edi. Sizni levelingiz nima? Men beginner demayman o'zi. Olmanmi o'zi? 7. Bormi? Beginner edinglar. Sizga nima? Menimcha 6. Belki bo'lsa kerak. Qayerdan bilasiz? Taniysizmi? Yo'q, biroz. Topolmadingiz-da? IELTS 3 yil oldin topshirganman. 6 chiqqanini, по-моему, сейчас topshirsam bitta chiqsa kerak kamida. Ingliz tili darajasi intermediate. Nega unaqa deb o'ylaysiz? Yoki tanishingizmi? Yo'q, tanishim emas. Qayerdan bildingiz unda? Prosta ancha o'qib qo'ygan odamga o'xshayapti. Topolmadingiz lekin. Sizniki darajasimi? Meniki ham shunaqa. B2 bo'lsa kerak. Qayerdan bildingiz? Tanishingiz? Taxmin qilib ko'rdim shunchaki. Meniki B1. 0. Nega? Bilmadim, shoh ko'ryapti. Tanishingizmi? 7. Qayerdan bildingiz unda? Ko'rinishidan. Hop, men darajam nima deb o'ylaysiz? Siz menimcha IELTS bor. Necha? 8. Topolmadingiz. Meni ingliz tili darajamni hech kim topolmadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ingliz tili darajam nima? Kommentariyada yozib qoldiring.